Katta bolalarda mashinalari mana qarshilanib turgan. Sergeli mashina bozoridan syomka qilishda davom etaman. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan ham qiziqarli videolarni ko'rib boshlashlaring mumkin. Land Cruiser deysizlarmi, Hyundai Palisade deysizlarmi, Mercedeslargacha bor. O'tkazmasdan oxirgacha ko'ringlar videoda akalar. Balki sizlarga narx ma'qul kelib bo'lsa, mana shu mashinalar bosib yuborasizlar birortasini. Aka, mana Land Cruiserda ma'lumotlari qanaqa? Duxsotkamiz 2019-yil. Duxsotka 200. Qo'lni bron qilingan. 70 ming probeg yurgan. Kraskalari toza. 4 ta yangi baloni bor, 360 kamera. Mashinani ochaymi? Ha, oching aka. Berkmi? Ha. Berk aka, mana olib kelavering, orqa taraflarini ham aylanib ko'rsating. 4 ta baloni yangi. Rajon diskasini logotipiga ham salafan yopishtirib qo'yishibdi. Bu ham endi xaridorni o'ziga jalb qilish yo'li. Mana. Niyat qilganlar akalar bittadan like bosib qo'yinglar mana. Xudo xolasa, sizlarga ham nasib bo'ladi. Bunaqa mashinalar haydash. Mana ochildi. Salonni ko'rsating endi uka. Salonni ko'rsating. Aka, bu eng fullimi? Eng fulli 4 motorligi. Qora salon ekan, ha? Qora salon, 360 kamera qo'yilgan, $1200 monitor qo'yilgan, polni mashina bron plyonka qilingan. Xullas mashinamizda ish yo'q. Hamma narsasi qo'yilgan. Petnur retorkasi ham yo'q. Kraska bilan joyida bir qirilgan, sirilgan joyi ham yo'q. Abduf abagrefi bor sidinalarda. Hamma narsasi bor. Barlar, ko'ryapsizlar kattaligini, qaranglar. Halidennisi ham. Halidendagi ham bor buni. Cool box, sovutish qutisi. Bu 4.6 motorda eng fulli. Eng fulli. Aka, buni 71 ming yurgan. Kraskasi toza. To'rtko'zli rejimlari bor. Rasxodi qanaqa buni? Bularda rasxodi 15 tadan 20 tagacha rasxod qiladi. Shahar ichi. Shaharda ichida spokойно yursa 15-16 ta. Agar bosib yursa 20 tagacha rasxod qiladi bular. 7 o'rindiqli. 7 o'rindiqli. Ana. Orqasida ham klimat kontrol, orqa o'rindiqlarda ham Abduf abagreiflari mavjud akalar. Bor. Eng fulli. Betski o'rindig'i yotqizib qo'yilgan. Shunaqa. Patologlar ham qalin tiniq bo'lib turibdi, patologlar. Ana. Orqalari. Bagajlari ham elektronniy ochilishi. Mana orqalarini olib keling. Qanaqa turibdi? Biran joyida bir. Mana. Даже orqa o'rindiqlariga hali odam ham o'tirilmagan. Mashinadan hali svejiy hid kelib turibdi. Svejiy mashinalar bo'ladi-yu, yangi avtosalonda turgan. Xuddi shunaqa. Hidlari ham taralib turibdi. Xullas bu haqiqiy yaponskiy sborka shunaqami? Bu mashinamiz narxini 75 ming so'rayapmiz. Sizni kanalingizdan kelsa yana kelishtirib beramiz. 75 ming deyapsiz. Qanchaga bermadingiz? So'rab turibmiz. 72 mingga bermadik. 72 mingga bermadingizmi? 72 ming qilishdi. Aka, realniy naqd xaridorlar 70 ga chiqib qolsa mabodo. 70 ga. Hisob non qoladimi aka? 70 ga sal 70 ming kelishaversan aka, ko'pchilik qilishdi beradi. Nasiya ba'zi $100 ni ham nasiya qilmaydi. To'g'ri notariusga olib borishadi. Mashina yoqsa, plyus sira sanab berishadi. Kelaversin, gaplashamiz yana. Kelishaversin aka. Kelaversin. Bunisi ismingiz nima edi aka? Umid ismi. Umid akamga aloqa chiqib qo'yinglar akalar. Narxlarni cho'tki qilib beradilar o'zlari. Bunimiz ham qorasi ekan, seriozniy xo'jakalariga. 2019-yil bu 507 motor, eng fulli. Bu 4.6 bo'lsa, bu 507 haydaganlar biladi bu mashinani. Bunda pnevma podveska, buni salonlarida monitorlari bor. Bu bundan eng fulli. Bu o'zi salonda bundan qimmatroq yuradi-da. Ha. Rasxodni hisob, rasxodi ham ko'proq. Lekin o'ziga yarasha navorotlar nariga qaraganda ko'proq. Shunaqa. Ancha ustunligi bor. Ochavering aka. Ko'tarib ochib ko'ring. Mana. Bunimiz ham 7 ta o'rindiqlik. Bu ranglari ham korishneviga-a? Ha, bu eng fulli tomlari qoraytirilgan bo'ladi. O'zi zavodskiy qorami aka? Ha, bu o'zi zavodskiy. Ha, o'zi qora. Zavodskiy. Bunda pnevma podveska bo'ladi. Orqalarida mana bunaqangi monitorlari bo'ladi. I mametlari mana bunaqa. Kojini bo'ladi, mametlari mana bunaqa drevashkali bo'ladi bular. Bu 507 eng fulli. Qancha yurdi aka bu o'zi? Buni ham 75 ming so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 72 mingga bermadik buni. Yurgani qancha bo'ldi? Buni 140 ming yurgan. 140 ming. Ozgina ko'proq. Endi buni motor 140 ming, unaqa bularda aslovnik probegi emas, bularda sostenasiga qaraladi. Sostenasi. To'g'ri aka. O'zi aka bu motori necha minggacha yurib beriladi? O'zi shuni ichida ekansiz. Bular endi 1 millionlik motor, uni garantiya 1 million bergan, endi 1 milliongacha ko'p. Bular hali 100 ming, 140 minglar bular uchun probeklarda. Moyni vaqtida qarab yursa, yaxshi yoqilib yursa,
ish ko'rsatmaydi. To'ppa-to'g'ri. Moylari alishgan. Mana aka, monitorlar Androidmi sistemasi? Shunaqa. Sensorli. Sensorli. Patologlar ham qora. Bu 507 Saloni ham zo'r. Skromniy rang tanlangan, qaranglar. Kraskasi toza. Kraska toza. Mana. 4 ta yangi baloni bor buni ham. Pnevma podveskalari ham ishlaydi. Hammasi ashli. Ana, off-road yo'llari uchun akalar eng zo'r ideal variant. Bu nomer 1. Pamять sidinalari qaranglar, 3 xil rejimda. Elektronniy, hamma upravleniyalar mana. Ruchnoy bas. Zo'r holat. Buni aka bozorda xaridor kelgan bo'lsa kerak. Shunaqa. Qanchaga bermadingiz, sir bo'lmasa? 72 ming turibdi, bermadi. 73 ming bo'lsa berib yuboramiz. 73 mingga berib yuborasiz. Ana. Kameralarigacha bor. 360 gradusmi? 360 kameralarigacha bor. Aynan. Zo'r ekan holat. Menga yoqdi akalar. Ko'ringlar, zo'r holatda. Bunimiz Hyundai Palisade koreyskiy. Bu 2023-yil 48 ming yurgan. Koreyani o'zida zavodskiy propan gazlari bilan polni shumka, 4 ta yangi Nexon balon. Bu eng fullidan bitta pozitsiya bundayroqi. Ha, bitta oldingisi eng Bitta fullidan. oldingisi kraskалari top-toza. Zo'r ekan holati. Mashinamiz polni shumka, orqalari kapitanskiy bo'ladi. Yurgan necha dedingiz? 48 ming. 48 ming. Olib keling ko'rsating. Balonlari ham yangi, paroglari. Paroglari zavodskiy. Qo'y zavodskiy shunday chiqadi, paroglar bular. Ana. Salonlarni ham ko'rsating. Mana joyda qirilgan, sirilgan unaqa joylar. Pamять sideniya. Bitta rejim tanlaysizlar. Bitta bosib tursalarni o'zi avtomatik o'shani saqlab qoladi, keyin sideniyalarni bossalarni o'zi joyiga kelib, qanday moslagan bo'lsa, o'sha holatga keladi xullas. Elektronniy abduf abagreiflari bor. Hop, Orqalari monitor, kapitanskiy bo'ladi bular. Displeyli, tablolari ikkitadan lyuki. Podsvetka, abduf xullas Buni motori 308. zo'r holatda. O'zimizda O'zbekistonga olib kelib salonlarda sotilgan, uni motori 3.5. Bu Koreyani o'zidan chiqqan, Koreyadan zakazga keltirilgan. Bularda motori 308. Bularda orqa gulishtirlari ikkitalik bo'ladi, motori ham kuchli bo'ladi. Ko'rsating, orqa vidini ko'rsatib qo'ying. Juda ham seriozniy, zo'r chiqqan. Aka, buni обновленный versiyasi bor-a bilsangiz? Boshqacha xunuk chiqdi va Shunaqa. Palisade. Hali bunday to'rtburchak, faras. O'sha ham Palisademidi? Ha, u eng oxirgi versiyasi. Eng oxirgi, lekin juda xunuk ishlab qo'yish. Hali oldi 85-yillarda chiqqan mashinalarda vidini berib turadigan ko'rinishda chiqaribdi. Men yoqmadi menga. Mana u eng zo'r variant. Xohlaganlar uchun mana o'shani xuddi mana shuni qora pozitsiyasi, bu lekin bundan bitta pozitsiya oldinda. Ha, full eng fulli. Xuddi boya oqi 900kani ko'rsatdik-ku, xuddi shunaqa. Bunisi eng fulli bo'lsa, buni ham bu oqi bitta pozitsiya bilanroq bo'lsa, mana eng fulli. Buni ham Mana o'rindiqlarni regulirovka qilish knopkali ekanda. Knopkali. Ana, qaranglar. Bularda hammasi knopkali. Bu chista koreyskiy bu. Koreyani o'zida salonda O'rindiqlarni qaranglar, ko'jalari ham hali naturalniy deb berib turibdi. To'g'ri, eko koja bo'lgani bilan, lekin chista haqiqatan ham kачественный ishlangan bu mashina. Xo'p, aka, buni rasxodiga kelsak, qancha rasxod qiladi bu? Bular yuziga 8 litr edi. Bular gibrid ishlab chiqarilgan. Yuziga 8 litr edi. Gibrid motor. Bular gibrid motor. Buni zaryadkaga qo'yilmaydi, o'zini o'zi zaryadlab ketaveradi. Yurgan payti. Zaryadga qo'yish uchun nimasi ham yo'q, joyi ham. Bu o'zi yurgan payti o'zini o'zi rasxod zaryadlab. Petno o'ratovkasi ham yo'q. Narxini qancha qilib berasiz buni aka? 55 ming so'rayapmiz. Buni kelishtirib beramiz. 55 ming. Qanchaga bermadingiz? Buni 52 mingga bermadik. Ozroq qo'shsa berib yuboramiz, aka. Kraskalar top-toza. Necha kelishdi aka, sotaylik. Xudo xolasa uyaltirib qo'yadigan mashina emas. Yo'qdi menga aka. Holati zo'r ekan. Shuni full pozitsiyasi qora. Mana oqqa qaraganda aka, qanaqa funksiyalar? Mana endi hozir sizga xuddi mana shuni ko'rsataman. Endi bunda qarang. Bunda oqqa qaraganda mana parok bor. Aha, vidviznoy ekan. Zavodskiy parok. Aha. Salonlarini bitta ko'rsating. Mana momentlar boshqacha bo'ladi, akustikalari boshqacha bo'ladi. Orqa sidinalarida bunda mana bunaqangi monitorlari bo'ladi zavodskiy. Tomlari qoraytirilgan. Ko'rdingizmi zavodskiy? Alcantara. 900 kamizda fulliga o'xshagan. Tushundingizmi? Akustika sistemasi nima? Krel deb qo'yibdi. Shunaqa. Bu zo'r chiqarib qo'ysa kerak. Ha, bu vashi zo'r. Mana shu tufta narsalar ishlatilmaydi. Bunda passajir tarafda o'rindig'i ham elektronniy ekan.
Abduf abagrehlari bor, rullarigacha, xullas buni skorosti knopkali ekan. Narigi rijagli oddiy, buniki knopkali. Hali Hyundai Staria bor-ku, xuddi fullida. Qanaqa bu ham xuddi shunaqa ishlangan ekan. Buni egilishtirlari ikkitalik ko'rgan bo'lsangiz. Bu ham 308 motor, bu ham Koreyada keltirilgan. Michelin balonlari bor. Yangi Michelin Yurgani nechi bo'ldi buni? Oldi chassi polni bron qilingan. Buni probegi 38 ming. Bundan 10 ming kam yurgan. 38 ming. 2019 bu ham. Yo, 2023. Ha, 23 19 da. 2023-yil 38 ming yurgan, kraskalar toza. Bu ham gibrid. Yuziga 8 litr rasxod qiladi. 8 ta shahar ichi. Bu ham tonirovka, balon, Michelin balon, hamma narsasi bor. 5 ключи достуp, sensorli ekan-a? Shunaqa. Ana, mana. Ko'rsating boraylar. Juda chiroyli ishlangan. Mayda podsvetkali dedingizmi? Shunaqa. Obshivkalari har xil rangda yonsa kerak. Bunimizni narxini 60 ming so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. Bu o'zi salonda 88 mingga olib kelingan bu. O'zi salonda o'zida 88 ming turadi, Koreyani o'zida. Bu yengisi. Chista Koreya sborka, Koreyadan olib keltirilgan. Shunaqa. Oldidan ko'rsatibdi, ya'ni oldi qismini. Zo'r 60 ming so'rayapmiz. Mana ular nikkelmi? Yo plastmassami? Yo'q, nikkel ular. Mana. Ular nikkel. Demak, mayda juda toshlar tegsa ham Chiqmaydi. o'yilib, qirilib ketmaydi ancha-munchaga. Buruni pulinga tortilmagan-da bunga. Oldi polni, oldi mo'rda bron bo'lgan. Faralarigacha-mi? Ha, faralarigacha. Oldi chassi bron. Bunga baribir bunaqa inomarka olganlaridan keyin по-любому vash oldi qismiga kapoti bilan faralarga buruni pulinga tortirish esdan chiqmasin. Nimaga desalaring, mayda juda toshlar tegib faralarni xiralashtirib yuborishi mumkin. Pulinga tortirib bersalaring, o'zlaring uchun kerak bo'ladi. Keyinchalik sotayotganlarida ham narx tushib ketmaydi. Endi bu mashinamiz. Endi Lexusga keldik. Lexus 460 talik, 2017-yil, 114 ming yurgan, kraskalari 2017 yili. 2017, 114 ming yurgan. Kraskalari top-toza, polni shumka qilingan, 4 ta yangi balon, salonini o'ziga bir 3 ming dollar rasxod qilingan. Salonini o'zini Nimalarga o'zgartirish kiritilgan? Salonini polni Li9 da qilib qilingan bunga. Apelsiniga qilingan. Apelsiniga qilingan. Oho, anu torpedasi ham qilinganmi? Torpeda, xullas tomi, nimasi Ana, obshivkalarigacha. Obshivkalarigacha. O'zini rangi qora bo'lganmi? O'zini rangi. Tim qora bo'lgan-a? O'zini rangi qora bo'lgan. Buni mana shunaqangi rangi. Sidinasi-chi? Sidinalarigacha qilingan. Qilingan. Eka ko'jadan qilingan, yaxshi ko'jadan. Ana. Salonlar. Bunda hamma Abduhava griflari pnevma podveska hamma narsasi bor. Eng fulli bu 460 talikda eng fulli. Bu mashina motor nechilik? 4.6 bo'ladi. 4.6 rasxodi qanaqa? Rasxodi bu ham 15 dan 20 tagacha rasxod qiladi. Agar shaharda ichida 15 dan 16 dan 18 tagacha yuradi. Mana multi rul, abagrev rul bor ekan, avtomat. Pnevma podveska xullas oldi orqa tortadi. Nimaga? O'rindiqlari ham sovutadi, ham isitadi. O'sha funksiyalar ishlaydi. Hamma narsasi ishlaydi. Patologlar mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham bir xil rang qilib qo'yishdi. Ha, zo'r. Ama ustasi qilibdi ama. Qo'y. Ruchkalarigacha juda ham bejirim. Xuddi zavod holatda. Qana chiqadi mashina? Xuddi shunaqa qilib chiqarishibdi. Bu mashinamiz chakalar qo'lida 55 ming so'rayapmiz. 55 ming? Ha, 55 ming so'rayapmiz. Tayyor. 7 o'rindiqli. 7 ta o'rindiqli. Bitta bagajni ochaylik, mana orqadan ko'rinish. Buni bagajlari mana yonida ochiladi. Yondan ochiladimi? Yonida. Bagajlarni ham ko'ring, bo'ldi 7 ta o'rindiqli, sidinalar yotqizilgan. Toyota bagaj qanaqa ochiladi? Ayrim Toyotalar shunaqa ekan-a. Bu 150 talikda anaqasiga o'xshaydi. Bagajlar. Bu ham 7 ta o'rindiqli. Shuni. Zo'r 55 ming so'rayapmiz, tepasida kelishtirib aka nechi pulga bermadingiz? Buni 51 mingga bermadik. 51 mingga bermayapsizmi? 51 ming qilishdi, bermadik. Bu ham polni tayyor shumka, 4 ta balon, tonirovka, panirovka. Kraskasi toza. Kraska 100%. Buferigacha radnoy-a? Radnoy, bamferigacha toza, radnoy o'ziniki. Hech qanaqa alishgan joylari yo'q. Yaxshi. Bu mashinalarda bu yiliga anaqasi qaralmaydi. Bu mashinalar sostanasiga qaraladi. To'g'ri aka. Yurgani yuraveradi ancha. Endi bizda probek kraskalari halol, yana tekshirtirib oladi o'zi uchun. Baribir. Aka faqat shu Toshkentda, Sergeli bozorida savdo qilasizmi? Boshqa viloyatlarga ham olib turasiz? Faqat mana shu Sergeli mashina bozorida, mana shu joyimiz mana shu yer. Kelaveradi. Kelishaveradi har doimda. Keyin mana bu mashinamiz bor. Endi Mercedes ishqibozlariga. Ha, bu endi mana legenda. Zakslarda yuraman deydiganlar bo'lsa, bularga mana Mercedes mashinamizni olib qo'yganmiz. Zaksga chiqmoqchi bo'lganlar, biznes pul topaman deydiganlar uchun bu biznes qilish uchun zo'r variant mana.
Bunda Pultopar mashinamizda Ha. 2008-yil 2008. Ha. Restyling qilinganmi? bu 21 ga 22 restyling qilingan. 21 22 ga restyling qilingan. Lekin saloni o'sha ekan, Ha. salon qismiga o'zgartirish kiritilmagan, lekin kuz tashqi ko'rinishiga o'zgartirish kiritilgan. Hujjatlari qilingan buni. Ko'pincha Mercedeslarda 21 20-yil mashinalarda 22 qilgan, hujjat yo'q. Buni Ha. hujjatlari qilingan. Qayta jihozi bor-da, Qayta jihoz uchun ruxsati bor. ruxsati bor. Gaylar to'xtatib qolsa, mabodo Ha, bosh ortib o'tirmaydi. Bu mashinamizni narxini 28 ming so'rayapmiz. Ustida kelishtirib beramiz. 28 ming deyapsiz. Aka qarang. Mana bu yerda o'rindiqlarda sovutish va isitish rejimlari bor ekan. Bular ishlaydi mana knopkalar. Qanday sotishlaysiz buni? Sini upravlение, pamitlargacha bor mana. Pamit sidini hammasi ishlaydi. Shunaqa. Birorta joyda nuqsoni bormi yo'qmi? Soni yo'q. Motor qismichi? Motorlari yaxshi. Qancha yurgan? Bu 300 mingdan oshib yurgan. 2011 dizelmi? 2008 yil. 2008. 300 mingdan oshiq yurgan. Zo'r ekan Hujjatlarida ama. nima yo'q. Qayta jihozlar qilingan. O'sha Yuklari zaksga top mashina olib borib ishlatsa bo'ladi. Tayyor. Hech qanaqangi aybi yo'q. Olib borib ishlatish kerak. Hadovoylarda ham ishi yo'q-a? Yo'q, hadovoylari ham ishi yo'q. Zo'r ekan. Men tashqaridan ko'rib bu mashinani haqiqatan ham 2020 dan baland bo'lsa kerak yili desam, restyling qilingan variant ekan bu. Buni aka-chi kelishtirib ayting, narxini sotaylik. Buni Udari bormi yo'qmi? yo udari yo'q, bu 21-22 qilingan yo'q. Udari yo'q-a? Udari yo'q, просто o'sha anaqasi o'zgartirilgan. Bari sepiladi. To'g'ri. Orqa faralar o'zgartiriladi, joylari oldilariga, kondiqlar o'zgartirish kiritilgan, bari sepilgan. Lekin strashniy DTPga uchramagan. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Xotirjam tekshirib turib olaveradi. Qancha qilib beramiz aka buni? Buni bo'lishi 26 ming qilib beramiz. 26 ming bo'lish. Yana yo'lda qilib berasiz, telefon qilishaversin. Kelaversin, Umid qilmang aka. Zo'r ekan mana holati. Hop, boshqa mashinalar qolmadi, shular Yo'q, qolsa. bizda hozircha mana shu 6 ta mashinamiz bor. Ana. Akalar kanalga obuna bo'lmasan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lib qolamiz. Podдержка sifatida. Bemalol aloqa qilib ko'rasiz. Telefon nomeringizni aytsangiz. Telefon nomerimiz 91lik Aha. 515 0100. Telefon qilaverasizlar. Telefon qilishaveradi. Okey? Sog' bo'ling. Sizlarga omad. Hop.